Assalomu alaykum, hurmatli defektologlar. Orangizda meni taniydiganlar va tanimaydiganlar bor. Mani ismim Hilola Rustamovna, 20 yil stajga ega bo'lgan defektolog logoped hisoblanaman va Biron bolaka logo markazining asoschisi hisoblanaman. Qo'l ostimizda hozir 100 dan ortiq o'quvchilarimiz mavjud va ularning to'g'ri nutqini shakllantirishda o'z hissamizni xodimlarimiz bilan birga bajarib kelyapmiz. Agar sizlar ham to'g'ri nutqni shakllantirish va to'g'ri nutqiy nafas olishni bilishni hamda to'g'ri nutqiy tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'quvchilaringizga o'rgatishda qiynalayotgan bo'lsangiz, bizning markazda shularni o'rganishingiz mumkin. Hali hech kimni ko'rmagan, eshitmagan metodlar orqali sizlar nutqlarni shakllantirishni va tovushlar to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatamiz. Masalan, l tovushni to'g'ri nutqga qo'yayotganida sizlar qanday usullardan foydalanasizlar? Bitta usulni aytib o'tishim mumkin. Men zaif eshituvchi bolalar maktab internatida ishlaganimda l tovushini bolalarga l va rega o'rgatilardi. Chunki bola eshitmagandan keyin bu ovozsiz tovush bo'lgani uchun bolaga ko'rish analizatoriga tayangan holatda l tovushini nutqga qo'yardik. Bu birinchi usul. Ikkinchi usulni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Biron bolaka logo markazimizga tashrif buyuring.